Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebetlik mezmunlar haqida to'xtalayotgan. Bugungi mezmun yana shu mezmunlar qatoridan kichik bolalarniki suydiki buni qanday bir taraf qilamiz degan masala haqida. Bu sibyan deganimiz shu asosan shu süt ishidagi bolalarga qaratilgan iborat bu. Bu 222 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdullah ibn Yusuf et-Tanisi nomli mashhur bo'lgan İmam Bukharining ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Malik Hishamdan xabar bergan deydi. Bu İmam Malik shu Hisham degan Hisham ibn Urva. Hisham ibn Urva ibn Zubayrdan, ya'ni dadisi Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilyapti. Urva ibn Zubayr Ayşe radhiyallahu anh'ın ciyani. Ondaqda Hisham mı şu bir Ayşe radhiyallahu anha cemaatinde bir cemaatkiler rivayet qilayotgan hadis. Yani Urva o'zining hammasidan rivayet qilyapti. Esma'nın sonisi o Ayşe radhiyallahu anha. Ayşe annemiz müminlerin annesi bu ayol mundaq deydi hem de tasvirlab şu vaqtdagi holatni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki huzur muborakka bir kichik bola ilib kelindi de bu bala Resulullah'ın kiyimini siyip koydu. Cenab-ı Resulullah su eklanlar deb su ekkeldirip o südükке şu suni ergeçmi kılıp aktırıp etken, iqtim kılıp etken dedi. Demek onu belki necaseti juğandek sıkıp manda uğulap manda kıp ketmedi demekçi de. Bu hadiski keltirilgen bu Resulullah'ın kuçku siyip koygan bala uğa bala. Uğaval oğaçqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bek uğulap jumay derhal onun töpsüge bir su iqtib etken. O su kiyiminin aslı tegmisi mi meyli? Fakat ay su ayşe küçük balının bolap ayşe uğal balının ki südükine azraq südük tekke yagisi tigiplam ketken bolsa bu pakiz. Bazı rivayetlerde o sunu da çaçırtış ya çangallap şip qilib suvning to'piga suv urishni durust deb qaragan, yo'lliq deb qaragan. Bu rivoyatniki yana bir shakli undaqda. Ammo bir qism mazhablarda, masalan, Hanifi mazhabiga o'xshash bir qism mazhablarda va Maliki mazhablarda kichik bolalar va qiz bolalar o'g'avalning sudiga o'xshash, buna o'xshash muomala qilamiz, bu juymiz. Balki suvni choshdi yoki agashdi degan gap, bundan maqsad o yug'anni ko'rsatgan deb bular bu lug'atni tavil qilib ilib mangan. Lekin hadisdagi ko'rinayotgan avval nayt aniq, chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qo'sqiga navrisi Hasan yoki Husayn ikkisidan birisi siyib qo'ygan ekanda, Payg'ambarimiz qo'yib qo'yinglar, bo'ldi uni ilib etmanglar, siyib olsin deb shunaq degan. Bola siyib bo'lgandan so'ng to'pisiga suv qo'yib etgan. Demak, mushu xilma-xil rivoyatlar ichida kelgan mushadiki lug'atni nazh degan lug'atni ba'zilar bundan jush ma'nosini tushungan bo'lsa, cho'qim jumus bo'lmaydi deb qaragan. Bundan shu asli mohiyatini shu lug'atniki asli mohiyati nima? Bu faqat suv chochirtish yoki suv sipab suv quyitish deb qaragan bo'lsa, faqat uni siqmasaqmi, to'psiz suv qo'ymasak kifoya deb qaragan. Buniki rojih masala, kuchli masala. Rasulullah'niki qilmishi nayati dalillik ko'rinib turibdi shu. Yani o bosma yani küçük balının oğavalının sütüge su koyversekten boludu. Şertte 2 yaştan töven boluş gerek ya. Bu hadiste yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki güzel ahlaklardan biri. Küçük balık boğan Peygamberimizden ait mulayim. Sizge vaqt oy dep mandaylı qo'rqitib etmey indik buni. Chiroyli qo'yib südükine siyib bika olgandan so'ng onun su qo'yib etibdi. Bu yani küçük balık qanday muomala qilish haqida bir o'rnaklik hadis ma'vi. Endi 223 numaralı hadisda İmam Bukhari rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Bayatın Tanisi degan kishi o. Bu kishi dedi bizga Malik ibn Shahab'din. Muhammed ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri. Bu kishi Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba'din. Bu kishi Ummu Qays bint Mihsan degan ayoldan rivoyat qilyapti bu hadisni. Bu hadisdagi raviylarning hammasini tarjimali o'tgan bo'lsa-mu, ammo bu hadisni rivoyat qilgan sahoba Ummu Qays bint Mihsan degan ayolniki tarjimali o'tmagan. Bu ulug' buyuk sahoba. Makkada burunlar musulmon bo'lgan
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayat qilib Madinaga hijrat qilgan, ya'ni muhojir sahoba deyishga bo'ldi bu. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hesapsız, azapsız cennetke kirdigan kişiler hakkında Resulullah söz qilganda mağın bir dua qilib qo'ysa, men shulardan bo'lay degan bir sahoba var. Uqashat bin Muhsin degan. Shu kishiniki singlisi bo'ladi yoki ochisi, ya'ni bir hamshirasi, bir tuqquni bo'ladi. Bu ayolniki tuhfalar nihoyat zo'r, jumladan 24 dona hadisni rivoyat qilib, ummatga ilmiy jihatdan bu tuhfani qoldirib ketgan. Endi bu ayol o'zidan bir bola tug'ilgan vaqtida bir kichik bir bolani ilib Resulullah'ning huzuriga olib ketganda, bu bola tamoq yemagan bola, ya'ni sut emayotgan bolada. Janob Rasululloh bu bolani o'zining muborak quchqida o'tda qo'zgandan keyin Resulullah'ning kiyimiga siyib qo'yapti. Shuning bilan payg'ambarimiz suv akilinglar deb suv keltirib, bu suvni shu sigayaga chichib etgan, kiyimni yuvmagan degan. Yani bu ayol bu mazmunni rivoyat qilyapti. Burunqi sahobalarniki odatida, mesela ularning bir ballar tug'ilgan bo'lsa, Resulullah'ning bir muborak eg'izi bilan eg'izlantirib bersin deb payg'ambarimizniki huzuriga masjidga keladi. Resulullah hamda bola kelgandan keyin hamda ota-onaniki bir ko'ngli xursand bo'ladi-da, ota-onaga bo'lgan va bolaga bo'lgan nihoyat muloyim, nihoyat illiq bir axloq bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bolani elib, quchoqlarida o'tag'izib, azroq xom bo'lsa chaynab uni eg'izlantirib qo'yib, yoki bo'lmasa yangi tug'ilgandan keyin uning bir duo qilib yo'lga soladi. Demak bu ikki hadisdan bizga ko'ringan nuqta, o'g'il bola tamoq yemagan, ya'ni 2 yoshdan tuvan bolalar siyib qo'ygan bo'lsa, buning sudikiga bir suv chachirtib etgan bo'lsa yoki suvni shipashlab urib etgan bo'lsak ham, bundan u yoki biz najosat deb o'ylagan narsa undan siqilib yoki eqib chiqib ketmagan bo'lsa-mi, ya'ni bu pokiz bo'ldi demakchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.